هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Tevbe tefsiri 37. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah ve ala alihi ve sahbihi ve sellem. Amma ba'd, esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Tevbe suresi 37. ayetinden başlayıp okuyayım inşallah. Ba'de euzubillahimineşşeytanirracim. Ayni arqa sürüş, yani uruş haram kılıngan ayni başka bir ayga özgertip, yılının 12 ayini 13 ayga köpeytiş, küfrünü ziyade kılıştır. Bunun bilen kafirler azdırılıdır. Ula Allah haram kılgan aylarının sanıga muvafıklaşış için onu bir yıl halal kılsa ikinci yılı haram kıladı. Şunun bilen ula Allah haram kılgan ayını halal kılıdı. Ulağı özlerinin yaman emelleri çıraylık gösterildi. Allah kafir kavmine hidayet kılmaydı. Şeriat işlerinde öz karışığı tayinip işki tutuşunu eyipleş doğrusuda. Allah Teala bu ayette Allah belgilegen işlerde özlerinin hata karışları boyunca iş tutkan, Allah Teala'nın hükümlerini özlerinin nefs xahişleri boyunca özgertken, Allah haram kılgan nerselerini halal kılgan, Allah halal kılgan nerselerini haram kılgan müşriklerini eyiplaydı. Ula özlerinin düşmanlarına karşı uruş kılışka bolgan arzularını kandırmakçı bolsa mı, bırak uladı düşmanlaşış, hükümranlık kılış ve müteessiplik eni küçük bolganlıktan uruş kılış çeklengen arkadan keladigan 3 ayının müddetini uzartışka peten almaydı. Ula İslam'dan ilgiri bir mezgil uruş kılış haram kılıngan ay Muharrem ayını Sefer ayıga keçiktirip Muharrem ayda uruş kılışını halal kıldı. Allah uruş kılışını haram kılgan 4 ayının sanıga muvafıklaşış için uruş halal kılıngan Sefer ayda uruş kılışını haram kıldı. Ali İbni Ebu Talha İbni Abbas radiyallahu anhumanın mundaq degenlikini rivayet kıldı. Cenade İbni Avf Kenani her yılı hac mevsiminde Mekke'ye keletti. O Ebu Sumame degen künyet kılıngan ismi bilen atılattı. O mundaq deb jakarlattı. Bilinglar ki Ebu Sumame günahlar emas, ayıplanish kimu haqliq emas. Ebu Sumame günahkar emas, ayıplanish kimu haqliq emas. Bilinglar ki aldınqı yılının sefer iyi bu yıl uruş kılış üçün halaldır. O kişilerge sefer iyide uruş kılışını en şundak halal kılıp beretti. O bir yılı sefer iyide uruş kılışını haram kılsa, yeni bir yılı Muharrem iyide uruş kılışını haram kılattı. En şu Allah Teala'nın ayını arka sürüş, yani uruş haram kılıngan ayını başka bir ayga özgertip, yılının 12 ayını 13'ke köpeytiş, küfrünü ziyade kılıştır. Degen ayetinin mezmundur. Müşrikler bir yılı Muharrem ayda uruş kılışını halal kılıp, yeni bir yılı haram kılattı. Avfimu İbn Abbas'ın muşunun okşaş degenlikini rivayet kılgan. Leys İbni Ebu Sulaym Mücahid'nin mundaq degenlikini rivayet kılgan.
Kenane qabilasidan bir odam har yili haj mavsumida eshakka minib Makkaga keladi. Va mundaq deydi: "Ey xaloyiq, men haqiqatan ayblanishga haqliq emas, gunohkor emas. Aytgan so'zlarimga raddiya qaytarilguchimi emas. Aytgan so'zlarimga raddiya qaytarilguchimi emas. Biz haqiqatan Muharram oyida urush qilishni harom qildik. Safar iyini orqaga surdik. Ondan u kelar yili yana kelib, heyliq so'ziga o'xshash so'zlarni qiladi va mundaq deydi: Biz haqiqatan safar iyida urush qilishni harom qildik, Muharram oyini orqaga surdik. Mana bu Alloh taolaning Allah harom qilgan oylarning soniga muvofiqlashish uchun degan oyatining ma'nosidir. Ya'ni ular mana mushundaq usulda Allah harom qilgan 4 oyni to'shqizatdi. Ular Allah harom qilgan oyni orqaga surish bilan harom oyni halol qilatdi. Ular bir yili Muharram oyini halol qilib, uning o'rniga safar oyini harom qilatdi. Safar oyini Rabiul Avval oyiga, Rabiul Avval oyini Rabiul Oxir oyiga surib, yilning oxirigacha oylarning ismlari, sonlari va tartibi bo'yicha shu holatda orqaga suratdi. Ikkinchi yili Muharram oyini harom qilib, burunqi harom qilingan holatida qoldiratdi. Uningdan keyingi oy safar oyi, ondan Rabiul Avval, ondan Rabiul Oxir oyi kelib, mush tartib bo'yicha yil oxirlashadi. Ular Allah harom qilingan oylarning soniga muvofiqlashish uchun uni bir yil halol qilsa, ikkinchi yil harom qiladi. Shuning bilan ular Allah harom qilgan oyni halol qiladi. Ya'ni ular bir yil ichidagi urush harom qilingan 4 oyni to'shqizish uchun shunday qiladi. Lekin ular bu 4 oydan orqa-orqadan keladigan 3-oy Muharram oyini orqaga kechiktirdi. İmam Muhammad ibn İshaq Muhammad alayhissalomning tarjimali degan kitobida bu vaqtda to'xtalib, nihoyat yaxshi va foydali so'zni qilib mundaq dedi: Arablarning ichida tunji qitim oylarni orqaga surib, Allah harom qilgan oyni halol qilgan va Allah halol qilgan oyni harom qilgan odam qalammas degan odamdir. Uning to'liq ismi Hudayfa ibn Abdufaqaym ibn Adi ibn Amirdir. Uningdan keyin bu ishni uning o'g'li Ubbad, uningdan keyin Ubbadning o'g'li Qala ibn Ubbad, uningdan keyin Qalaning o'g'li Umayya ibn Qala, uningdan keyin Umayyaning o'g'li Avf ibn Umayya, uningdan keyin uning o'g'li Abu Sumama Janada İbni Avf davom qildi. Janada İbni Avf bu ishni davomlashtirgan eng oxirgi kishidir. Uning zamonasida islom keldi. Arablar haj faoliyatini tugatib bo'lsa, uning atrofiga to'plashadi. U ularga xitob qilib, Rajab, Zulqa'da va Zulhajja oylarini harom qiladi. Muharram oyini bir yil halol qilib, uning o'rniga safar oyini bekitib, Allah harom qilgan oyni halol qilgan oyni harom qiladi. Ey mu'minlar, sizlarga Allohning yo'lida jihad qilishga chiqinglar deyilsa, nimishqa yurtinglardan ayrilganinglar kelmaydi? Nimishqa yurtinglardan ayrilganinglar kelmaydi? Dünya hayatını ahiretteki baxt bilan tegishishga rozi bo'ldinglarmi? Dünya hayotidan bahramand bo'lish oxiratning ne'matlari bilan selishtirganda arzimas narsadir. Agar sizlar jihodga chiqmasanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi. Sizlarni halok qilib, o'rningizga sizlardan boshqa qavmni keltirdi. Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Alloh har narsaga qodirdir. Öz yurtidan ayrılgısı kelmey cihatga
chiqmaganlarni ayiblash va ularni qo'rqitish to'g'risida. Alloh taolo bu vaqtda havo qattiq isib ketgan, mevalar pishgan, ko'ngillar soyini tatadigan bir vaqtda payg'ambar alayhissalom bilan billa Tabuk g'azotasiga chiqmaganlarni ayblashga boshlab mundaq deydi: ey mo'minlar, sizlarga Allohning yo'lida jihad qilishga chiqinglar deyilsa, ya'ni Alloh yo'lida jihad qilishga chaqirilsanglar, nimishqa yurtinglardan ayrilg'inglar kelmaydi. Ya'ni jihadga chiqishga sal qarab, huzur alovatga va ko'ngil tortadigan meva-chevalarga berilib ketdinglar. Dunyo hayotini oxiratdagi baxt bilan tegishishga rozi bo'ldinglarmi? Sizlar, ya'ni sizlarga nim bo'ldi? Nimish shunday qilsizlar? Oxiratning o'rniga dunyoga rozi bo'lib shunday qildinglarmi? Ondan Alloh taolo mu'minlarni dunyoga berilmay, oxiratga yuzlanishga qiziqtirib mundaq deydi: dunyo hayotidan bahramand bo'lish oxiratning ne'matlari bilan selishtirganda arzimas narsadir. Bu vaqtda Imom Ahmad Mustavriddan payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qiladi: dunyodan bahramand bo'lish oxiratga qaraganda sizlarning biringlar barmoqini dengizga chilab olganchilikla ishdir. Barmoqini dengizga chilab olganchilikla ishdir. U barmoqiga qanchalik suv yuqqanligiga qarab baqsin. Bu hadisni Muslim rivoyat qilgan. Abdul Aziz ibn Abu Hazim otasining mundaq deganligini rivoyat qiladi: Abdul Aziz ibn Marwan jon uzish oldida yenidikilarga mening kepenlikimni ilib kelinglar, men uni ko'rib baqay dedi. Kepenlik uning oldiga qo'yilganda u uningga qarab mundaq dedi: mening dunyoda qoladigan nurg'un narsalarım ichidan mushini ilib ketamdiman. Ondan u orqasini qilib yig'lab ketdi: ey dunyo, sen ajabmi ichinishdiqa? Sen nurg'un ko'ringan eding. Bu ozg'in narsa ekan. Ya'ni kelib bu ozg'in narsa qisqa vaqt ichida tugaydi ekan. Biz sening bilan mag'rurlanib kelibdik emasmi? Biz sening bilan mag'rurlanib kelibdik emasmi? dedi. Alloh taolo jihad qilishni tark etgan odamni qattiq qo'rqitib mundaq deydi: agar sizlar jihadga chiqmasanglar, Alloh sizlarga qattiq azob qiladi. Ibn Abbas bu oyat haqida mundaq deydi: payg'ambar alayhisalom arablardan bir qabilani umumyuzlik jihadga chiqishga chaqirdi. Lekin ular yurtlaridan ayrilg'isi kelmay jihadga chiqmadi. Shuning bilan billa Alloh taolo ularga yomg'ir yog'dirib bermadi. Mana bu ularga qilingan azob edi. Sizlarni halok qilib, o'rninglarga sizlardan boshqa qavmni keltirdi. Ya'ni payg'ambariga yordam qilish, islom dinini barpo qilish uchun shunday qildi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: agar sizlar Allohning toatidan yuz o'rsanglar, Alloh sizlarning o'rninglarga boshqa bir qavmni almashtirdi. Ular sizlarga o'xshash bo'lmaydi, balki Allohga itoat qiladi. Sizlar Allohga qilchi ziyon yetkazolmaysizlar. Ya'ni sizlar jihoddan yuz o'rish, uningga sal qarab yurtinglardan chiqmaslik bilan Alloh taologa hech qanday ziyon sola olmaysizlar. Alloh har narsaga qodirdir. Ya'ni Alloh dushmanlardan sizlarsiz intiqom olishga qodirdir. Agar sizlar Allohning payg'ambariga yordam qilmasanglar, Alloh yordam qiladi. Alloh haqiqatan uning yordam qilgan edi. O'z vaqtida kofirlar uni Makkadan haydab chiqargan edi. Uningga faqat bir kishi, ya'ni Abu Bakr Siddiq hamroh edi. Ayni zamonda u ikkisi g'orda edi. Rasululloh hamrohiga: "G'am qilmag'in, Alloh haqiqatan biz bilan billa" deydi. Alloh uningga, ya'ni payg'ambarga xotirjamlik bag'ishladi.
onunğa pəriştilərdən bolğan qoşunlar bilan mədət berdi. Ularni sizlər köymidinglar. Kafirlarning sözünü, yani şirk kelimesini pes kıldı. Allah'ın sözü, yani kelime tevhid üstündür. Allah galiptir, hikmet bilen iş kılgıcıdır. Allah Teala'nın peygamberi Muhammed aleyhisselam'a yardım bergici ikenligi. Eğer sizler Allah'ın peygamberiga yardım kılmasanlar, Allah yardım kılıdır. Yani Allah Teala'nın peygamberiga sizler yardım kılmasanlar, şek şübhisiz ki Allah onunğa yardım kılıcıdır. Güçlendirgücüdür. Her cihette onunğa yeterliktir ve onu qoğduğucudur. Allah onunğa hakikaten yardım kılışqa egi boldu. Öz vaxtida kafirlar onu Mekke'den haydab çıkargan idi. Onunğa fakat bir kişi, yani Ebu Bekir Siddiq hamroh idi. Yani hicret kılgan yili müşriklar Peygamber aleyhisselamını öldürüşni yoki solab qo'yishni va yoki yiroq joyga palashni planladi. Peygamber aleyhisselam ulardan keçip Qadinas do'sti Abu Bakrning hamrohligida Mekke'den chiqib ketdi. Ular özlerinin izidan izlab chiqqan mushriklarning umid üzüp qaytib ketishi, ondan özlerinin Medine'ga qarab xotirjam menish uchun Savr g'orida 3 gün yo'shirinib yotdi. Bu jarayonda Abu Bakr radhiyallohu anhu mushriklarning Peygamber aleyhisselamni bilib, onunğa birer yaman ishning yetib kelishidan ansiraydi. Peygamber aleyhisselam bolsa onunğa təsəlli berib ve onu xotirjam bo'lishga tavsiya qilib mundaq deydi. Ey Abu Bakr, biz ikkimizdan boshqa üçüncü zat Allah tursa, yana nimaga ansiraysan? İmam Ahmed Enes'tin Abu Bakr'ning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Biz g'ordagi chaqda men Peygamber aleyhisselamga, agar mushriklardan biri putining uchiga qarsilar, tövende bizning turganligimizni albatta ko'rib qoladi dedim. Peygamber aleyhisselam, ey Abu Bakr, biz ikkimizdan boshqa üçüncü zat Allah tursa, yana nimaga ansiraysan dedi. Bu hadisni İmam Buxoriy ve Müslim rivayet qilgan. La ilahe illallah. Şuna Allah Teala mundaq deydi. Allah onunğa, yani peygamberiga xotirjamlik bag'ishladi. Yani onu güçlendirip ve onun yardım berdi. Bazı tefsirşünaslar bu ayetni Abu Bakr'ga yardım berdi deb tefsir qilgan. Onunğa pəriştilərdən bolğan qoşunlar bilan mədət berdi. Ularni sizlər köymidinglar. Kafirlarning sözünü, yani şirk kelimesini pes qildi. Allah'ın sözü, yani kelime tevhid üstündür. İbn Abbas bu ayet hakkında mundaq deydi. Kafirlarning sözü şirk keltirishdan ibarettir. Allah Teala'nın sözü şehadet kelimesi Allah'tan başka hiç ilah yok deganlikdan ibarettir. İmam Buxoriy ve Müslim Abu Musa Ash'ari radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Peygamber aleyhisselamdan qahramon deb atilish uchun urush qilgan, qabilavozlik qilib urush qilgan ve kişilerge ko'z tutish uchun riyo qilib urush qilgan odamlarning qaysi Allah yo'lida urush qilgan bo'ladi deb so'raldi. Peygamber aleyhisselam, kimiki Allah Teala'nın kelimesini, yani İslam dinini üstünlükке eriştirish uchun urush qilsa, ana şu adam Allah yo'lida urushgan hisoblanadi dedi. İmam Buxoriy ve Müslim Abu Musa Ash'ari radıyallahu anhu'nun mundaq deganligini rivoyat qiladi. Peygamber aleyhisselamdan qahramon deb atilish uchun urush qilgan, qabilavozlik qilib urush qilgan ve kishilarga ko'z tutish uchun riyo qilib urush qilgan odamlarning qaysi Allah yo'lida urush qilgan bo'ldi deb so'raldi. Peygamber aleyhisselam, kimiki Allah Teala'nın kelimesini, yani İslam dinini üstünlükке eriştirish uchun urush qilsa, ana şu adam Allah yolunda urushgan hisoblanadi dedi. Allah g'olibdir. Yani kafirlardan intiqom elishda qudratlidir. Allah Teala'dan panohlik izlagan ve Allah Teala'nın sözünü çın tutgan.
Allah Teala'dan panalık izdigen ve Allah Teala'nın sözünü çiğ tutkan her qandaq kişi zulümge uçurmaydı. Allah galiptir. Yani kafirlardan intikam ilişki kudretliktir. Allah Teala'dan panahlık izdigen ve Allah Teala'nın sözünü çiğ tutkan her qandaq kişi zulümge uçurmaydı. Allah sözlerinde ve işlerinde hikmet bilen iş kılgıcıdır. Elhamdülillah. Allah şükürler olsun. Yukarıda Sure Tevbe tefsirinden 40. ayetkiçe anıldığınlar. Ahirini keyin qitimliq o'qishimizni davomlashtiramiz inshaalloh. Ve sallallahu ala Muhammad ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.